mojidan moyini qo'shmagan bo'lsa bo'ldi. 69 milli ko'knor yog'imiz, qalbaki ehtiyot bo'lamiz. Sababini aytaman. Baklash keladi, chiqarilyapti. Keyin buni ichganlar har xil побочный effektli jalbalar eshitamiz. Ehtiyot bo'linglar, qalbaki mahsulotlardan. Buni ostida ko'rsatib beramiz. Mana eng toza, original, 100% tabiiy, mana Faso brendiga mana shishali bo'ladi, mana upakovniy bo'ladi. И sertifikatini ko'rsatamiz biz bilan. Bular hash-hash deyapti. Bunaqa bo'lmaydi. Ichiga nima yog' qo'ygan, yog' qo'shganini biz endi hozir ko'ramiz, mazasini ham ko'rib ko'ramiz. Tushunmadim nima yog' qo'shgan, lekin bizning yog'imizga umuman o'xshamaydi. G'alati. Shu mojidan moyini qo'shmagan bo'lsa bo'ldi. Bizning mahsulotimiz moyi mana makoviy masli и pipetkasi bor. O'sha tomchilab olinadi, tomchilab ichiladi. 100% tabiiy. Sertifikatini so'raydi. Men 69 mingga aldanib qolmaylar. Побочный effektlar bo'ldi, allergiya beradi, jalbalar ko'p eshitamiz. Ehtiyot bo'linglar. Bizning mahsulotimiz mana nakleykalari bor, upakovniy mana. Mana shuni so'rasanglar, mana shuni berishadi.